Moskvadagi musofirlar, Moskva metro Prajskayada kimlar bor? Bu tochkalarni sizlarga Moskva bo'ylab tanishtiramiz degandik. Aylanib kelsak metro Prajskayada bunaqa joy yo'q ekan, o'zimiz tashkil qildik. Xudo xolasa metro Prajskaya 10-vaqtdan chiqib, shundoqqina o'ng qo'lga qaraganingizda Targoviy sentr Karenforda ertaga 7-aprel kuni ochilish. Do'stlar, 10-vaqtdan chiqasizlar. Aytganimdek, Targoviy sentr Karenforda 1-etajdan yurib boramiz. Bu qanaqa ochilish va nimalar bor bu yerda? Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik, do'stlar. Do'stlar, Targoviy sentri 3 ta kirish eshigi bor. Bu glavniy eshik, unda emas. Bunisidan kiradigan bo'lsanglar, prям bu joyni topish sizlarga qulay bo'ladi. Qani ketdik ichkariga. Do'stlar, aytib o'tgandek, metro Prajskiyada bu joy ish boshladi, ya'ni biometriya, gosluga, Sines, T-bank karta, sim karta. Sizlar bor yo'g'i sim karta uchun 500 rublgina to'lovi amalga oshirasizlar. Bundan tashqari musofirchilikdagi hozir eng global muammolardan bittasi amina prilojeniyasi. Sizda ham amina prilojeniyasida xuddi shunaqangi qizil yozuvchilar chiqib qolgan bo'lsa, bemalol shu joyga kelib bu ishlarni ham hal qilsanglar bo'ladi. eSIM, Ucell sim karta va bundan tashqari musofirlarimiz uchun eng qulay va sifatli narxlarda aviabilet, aviakassa xizmatlari ham mana shu joyda xizmat ko'rsatadi. Yana ham agar manzil bo'yicha yoki yana qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlar orqali bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Bu joyga shaxsan turmush o'rtog'im o'zlari telefonlarga ham javob berishadi, kelsanglar o'zlari xizmatda bo'ladilar.